Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz psixologiya fanning predmeti tushunchalari doirasida biroz tushunchalarga ega bo'lamiz. Buning uchun biz psixologiya fanning predmeti, psixikaning namoyon bo'lish shakllari, psixologiyaning kategoriyalari va psixologiyaning tarmoqlari haqida ozgina bahs yuritamiz. O'z zamonasining mashhur faylasufi Suqrot o'z-o'zingni bil shiori ostida ish yuritgan ekan. Biz esa bugungi kunda ushbu shiorni bir oz yangilagan holda o'z yoningdagilarni va ularning qilayotgan ishlarini ham bil tushunchasi doirasida harakatlanishimiz maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Psixologiya ikkita grek so'zlari psixi, ya'ni jon, ruh, logos, ta'limot, ilm so'zlarining qo'shilmasi asosida yuzaga kelgan so'zdir. Psixologiyaning predmeti har birimizni tashqi olamni va o'z-o'zimizni bilishimizning asosida yotgan jarayonlar, hodisalar, holatlar va shakllangan hissiyotlardan tashkil topgandir. Psixologiya fanning eng asosiy vazifasi bu psixik hodisalarni o'rganish va ilmiy asoslashdan iboratdir. Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda psixologiyaning predmeti inson psixikasidir degan tushuncha mavjud. Inson psixikasi bu psixik taraqqiyotning eng oliy bosqichidir. Ya'ni psixika yuksak darajada tashkil topgan materiya, miyaning funksiyasidir. Uning mohiyati, tuyg'ular, idrok, tasavvur, fikrlar, iroda va boshqalar ko'rinishida aks ettirishdan iboratdir. Ha, albatta, psixologiya namoyon bo'lish xususiyatiga egadir. Ya'ni psixikamiz qayerlarda namoyon bo'ladi? Psixikaning namoyon bo'lish shakllari psixik jarayonlar, ya'ni psixik proseslar, psixik holatlarda va shaxs xususiyatlarida namoyon bo'lar ekan. Psixik jarayonlar doirasida bilish jarayonlari zamirida sezgi, idrok, xotira, tafakkur, xayol, tasavvur, nutq va diqqatlarda ko'rinadi. Psixik holatlar doirasida hissiy irodaviy holatlar, ya'ni emotsiya, e'tiqod, bardamlilik, tetiklilik, apatiya, qiziquvchanlik, hayratlanish, ishonchlilik va ijodiy ruhlanishlar zaminida namoyon bo'ladi. Shaxs xususiyatlari doirasida esa bevosita shaxsning individual tipologik xususiyatlariga kiruvchi temperament, xarakter, qobiliyat, iqtidor, intellekt, xulq motivatsiyasi, ish uslubi va mas'uliyatlarda namoyon bo'ladi. Har bir fanning o'z bahs doirasini yurituvchi tushunchalar mavjud. Psixologiyaning kategoriyalari esa shaxs, muomala, faoliyat, ong va motivatsiya tushunchalari doirasida bahs yuritar ekan. Shuningdek, psixologiya ijtimoiy gumanitar, tabiiy, aniq va texnika hamda iqtisodiyot fanlari bilan o'zaro chambarchas bog'liqlikda rivojlanadi va bular bilan birgalikda psixologiyani yanada rivojlantirishga hissa qo'shish ehtimoldan xoli emas. Bugungi kunda O'zbekistonda bir qancha psixologiyaning tarmoqlari faoliyat yuritib kelmoqda. Statistikaga e'tibor qiladigan bo'lsak, dunyoda psixologiyaning 300 dan ortiq tarmoqlari mavjuddir. Lekin O'zbekistonda psixologiya hali eng yosh fan sohasi doirasiga kirganligi uchun uning tarmoqlari juda ham ko'pchiligi taraqqiy etmagan. Jumladan, ijtimoiy psixologiya, mehnat psixologiyasi, injenerlik psixologiyasi, yuridik psixologiya, harbiy psixologiya, oila psixologiyasi, savdo psixologiyasi, bolalar psixologiyasi, shuningdek iqtisodiy psixologiya, tibbiyot psixologiyasi va sport psixologiyasi bugungi kunda O'zbekistonda ancha taraqqiy etgan. Keling ulardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz. Ijtimoiy psixologiya odamlarning jamiyatdagi birgalikdagi ish faoliyatlari natijasida ularda hosil bo'ladigan tasavvurlar, fikrlar, e'tiqodlar,
hissiy kechinmalar va xulq-atvorlarni o'rganadi. Mehnat psixologiyasi esa kishi mehnat faoliyati, psixologik xususiyatlarini, mehnatni ilmiy asosda tashkil etishning psixologik jihatlarini o'rganar ekan. Injenerlik psixologiyasi bevosita avtomatlashtirilgan boshqaruv sistemalari operatorining faoliyatini, inson texnika o'rtasida funksiyalarni taqsimlash va muvofiqlashtirish xususiyatlarini o'rganishdan iborat ekan. Yuridik psixologiya huquq sistemasining amal qilishi bilan bog'liq masalalarning psixologik asoslarini o'rganadi va shuningdek sud ekspertiza psixologiyasi ham ushbu psixologiya tarmog'ining ichida rivojlangan. Harbiy psixologiya kishining harbiy harakatlar sharoitida namoyon bo'ladigan xulq-atvorini, boshliqlar bilan ijro etuvchilar o'rtasidagi munosabatlarning psixologik jihatlarini o'rganadi. Savdo psixologiyasi bugungi kunda juda ham rivojlangan tarmoq sohasi bo'lib, hozirgi kundagi bo'ladigan reklamalar, marketologlar aynan psixologiyaning ushbu tarmoq doirasida faoliyat olib boradilar. Savdo psixologiyasi jamiyatda tijoratning psixologik sharoitlari, ehtiyojning individual, yoshga oid, jinsga xususiyatlarini, xaridorga xizmat ko'rsatishning psixologik omillarini aniqlaydi. Modalar psixologiyasi kabi masalalarni ko'rib chiqadi. Shuningdek, tibbiyot psixologiyasi shifokor faoliyati psixologiyasini, bemor xulq-atvorning psixologik jihatlarini o'rganishdan iboratdir. Iqtisodiy psixologiya turli vaziyatlarda ishlab chiqarish munosabatlariga kirishish orqali xo'jalik yuritishni maqsad qilgan shaxslar, yaxlit guruhlar, jamoalarning iqtisodiy tafakkuri hamda iqtisodiy xulq-atvoriga aloqador umumiy qonuniyatlar va xatti-harakat mexanizmlarini ishlab chiqarish munosabatlarining har bir xo'jalik subyekti ongida aks etishini o'rganadi. Eng yosh sohalardan biri bu sport psixologiyasidir. Sport psixologiyasi sport tadbirlari va mashg'ulotlar jarayonida inson psixikasiga daxldor musobaqa oldi hamda musobaqa vaqtida o'rganishlarni dinamik tabiatning psixologik qonuniyatlarini o'rganadigan fan sohalariga kiradi. Biz sizlar bilan qisqacha psixologiyaning predmet doirasini o'rganishga harakat qildik. Sizga topshiriq. Psixologiya fanning predmeti nimalarni o'rganadi? Psixikaning namoyon bo'lish shakllari haqida nimalarni bildingiz? Psixologiyaning kategoriyalari qanday tushunchalar atrofida bahs yuritadi? O'zbekistonda psixologiyaning qanday tarmoqlari taraqqiy etgan kabi savollarga javoblaringizni menga yo'llaysiz degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana ko'rishguncha.